MyGo ilovasidan kredit narxini olishni ko'pchilik so'ragandi. Mana sizga tayyor video qo'llanma. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, batafsil bilib olasiz. Demak, kredit narxini olish uchun MyGo ilovasiga kirib, PNFL'larni yozib, yuzingizni skaner qilasiz. Загрузка vaqti bo'ladi. Kirganingizdan keyin parol qo'yasiz. Farqi yo'q. O'zingizga qulay bo'lsa bo'ldi. Uslugi degan joyda o'zbekcha bo'lsa xizmatlar bo'ladi. Ruschada kreditная история bo'ladi, o'zbekchada kredit tarixi. Kirganingizdan keyin uni получение кредитной истории, получить услугу bo'ladi. Keyin следующийni bosamiz. Agar o'zbekcha bo'lsa davom etish bo'ladi. Siz propiskangiz, telefon raqamlaringiz hammasi batafsil chiqadi. Yoki agar telefon raqamingiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yozib qo'shib olasiz. Keyin keyingisini bosasiz. Telefon raqamini yana bir marta tekshirib belgilab olasiz. Eski telefon raqamingizni ham chiqarishi mumkin. Keyingisi shu отправить bo'ladi ruschada, o'zbekchada keyingisi bo'ladi. Agar bundan oldin KTM olgan bo'lsangiz, oplata so'raydi 14.832 so'm. Agar olmagan bo'lsangiz, tekin chiqarib beradi. KTM ko'rinishi hozir ko'rsataman, mana profilda bo'ladi. Zaявки отзывiga kirganingizdan keyin mana выдача кредитной истории bo'ladi. Обработаны pastda mana skачать fayl. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi KTM.